Hurmatli do'stlar, biz hozir O'zbekistonda eng katta F Agro savdo markaziga keldik. Bu do'konimizda 2000 xildan ortiq mineral o'g'itlar bor. Masalan, paxtadan boshlab pomidori qulpunoyigacha. Mana bu suyuqlikni olasiz, dehqonchilik qilayotgan joyingizga pomidorga sepasiz. Mamunda pomidorlar mashina qip-qizil bo'lib chiqadi. Mana bu Shvetsariya mahsuloti Switch. Mabodo pomidoringizni zo'r qilib ishirganingizdan keyin unda chirish holatlari kuzatilsa, buni sepganingizdan keyin pomidoringiz chirimaydi. Agar qurt bosib ketib qolsa, qurtlarga, har xil hasharotlarga qarshi ham zo'r himoya vositalari bor. Bunda o'ylab qarasam, o'simliklari ham xuddi bujbilik kachokka o'xshab vitamini bo'lmasa yaxshi o'smas ekan. Qaranglar. Mana bu barcha o'simliklarga, mevalarga yoki poliz ekinlariga temir moddasi yetishmasa, ahamiyat bergan bo'lsangiz, barglari sarg'ayib, qovjirab qoladi. Shuni oldini olish uchun mana bu temir moddasini separkansiz. Agar mabodo chiroylikkina bo'lib pishsa-yu, ta'mi yaxshi bo'lmasa, mana buni olib turib sepsangiz yoki surkasangiz, dehqonlar buni juda yaxshi biladi. Ta'mi ham sochli, og'zingizda qoladigan bo'lar ekan. Mushak o'stirish uchun oqsil kerak, uglevod kerak, o'simlikka ham mana shunaqa mikroelementlar kerak ekan. Shu mikroelement o'z vaqtida bersangiz, o'simliklaringizni ildizidan boshlab shoxigacha va mevasigacha azlashtirga o'xshab baquvvat bo'lar ekan. Xullas, hurmatli dehqonlar, mana shu do'konga kelasiz va o'simligingiz uchun begona o'tlariga qarshi, hasharotiga qarshi zo'r ozuqasini, hammasini, vitaminlarini, agrotsit, gibridsit, funitsit, xullas hamma fitsitlar shu do'konda. Eng muhim joyi lokatsiyasi, hurmatli dehqonlar, qaranglar. Erkin postidan 3 yo 4 kilometr o'tganni o'ng qo'lingizda. Bundan ko'proq ma'lumotlar mana bu profilga murojaat qilasiz yoki-da mana bu raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Hamma dehqonlarga, dehqonchilikka Allohim baraka bersin.